Bo'lmaydi, bu narsa chiritib yuboradi, boshqa narsa deydiganlarga do'stlar, vaqti zo'r joyga yetib kelganman. Eng qizig'i do'stlar, tagida loy bo'lgan, loy do'stlar issiq sovuqda o'tkazib yuborgan. O'shuning uchun buni ustidan bo'lsa do'stlar, penani qo'yib berishdi. Mana o'sha qamishi, mana loyi do'stlar tagida mana to'sinigacha turibdi. Eng qizig'i do'stlar, loy yorilib issiq sovuqda ushlamaganligi uchun ustidan do'stlar penani mo'shli holatda xuddi mana shunaqa qilib qo'yib berishyapti ekan. Qaranglar do'stlar, endi loy bostirmaymiz, qamish, somon, madikor olib kelib toptirmasdan akalarga bitta telefon qilasiz, o'zi keladi. Xomashyosi, usti haqisi hamma yo'q o'zidan. Suv, to'y, abed boshqa narsa talab qilmaydi. 35 ming so'mdan do'stlar chiroyli holatda bosib berishadi 5 santimetrliga. 7 santimetr bosib bersangiz 40 ming, 10 santimetrligini endi 50 ming emas 45 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Foha tomonga do'stlar yo'l kirasiga ozgina qo'shiladi, vodiyga umuman narx o'zgarmaydi. Endi qaranglar, bu tomon gap isboti bilan do'stlar loyni o'zi dagansi oxirigacha bosaman aka deyapti. Sababi baqa bosuvdim zo'r effekt berdi deyapti. Siz ham agar do'stlar qishda do'stlar uyingiz issiq bo'lishini, yozda muzday bo'lishini xohlasangiz, akalarimiz nomeri video pastda aloqaga chiqing, issiq sovuq yuzini ushlab, sichqon kalamush yemaydi. Bundan tashqari bateriya qilmaydigan zo'r mahsulot ekan, sog' bo'linglar.